30+ qilyotgandim, uzildi. Anaqa. Yoki bilmayman, слишком nervniligimdanmi? Juda nervniyman. Ko'pchilikda mana shunaqa sezilmas. O'zi tegi tabiatdan asabim juda buzilib qolgan. O'zi oldindan xarakterim sharttaki, nagli gapiradigan, to'g'ri bezroligimni biladi. Meni o'rtoqlarim ham auditoriyam ham, lekin ujanu bezli, xarakteri og'irlik boshqa temada, lekin nervnilik уже boshqa tema. Chunki ko'p mashina orqasidan menimcha lecheniya srogi har 6 oy emas, har 3 oyga aylanib qolyapti. Ishoninglar. Nima dori bo'lsa ham уже yaxshi ishlamayapti cho'ta. Nima qilish kerak aytinglar. Nevropatologga ham bordim. Hamma lecheniya olmagan, yana srog ketib qoldi.